Mendan so'ragan bo'lsana, men sizlarni aniq oldaganman. Sababi meni servisimdan klient qochib qolmasmikin degan fikr bo'lgan. Damas'ni shogirdim karburatorini kovlatganda ustida yurmitdi, mashinani ko'rib bering deb chaqirdi. Shunda salonning ichiga o'tirdim, bitta yurg'izdim. Yurg'izsam karburator shlanka bilan dinamo aksilini berib turib, shlankasiga mashina yondi. Shunaqangi jizg'ana bo'lib yondiki, oldimda bir 8 ta shogird bor edi, hammasi qochib ketdi. Qochib ketgan yaxshi bo'ldi, sababi ular bir oppa bolasi. Uni aytdim, tug'ib berishim kerak. Mashina yongan holatda 30 metr ustaxonamizdan uzoqroqda suv bor edi. Shu joyiga minib olib tushdim mashina. Ungacha minib olib tushgunimgacha salon ichidagi hamma plastiklar yondi va qo'limni aynan shu joylarga, kiyimlarimga ham tomdi. Aytman yurganim sababi klient ertaga kelmay qolsa-chi, mendan qochsa-chi deb turib doim qo'rquv bo'lgan. Lekin sizlar bilan biz doim bitta oilamiz. Mujikka liboy payt poddeshka qiladi. Masalan, shuncha payt oldab yurgim kelmaydi-da. Откровение bo'lgan holatda aytgim keldi. Men sizlarni at dushi hurmat qilaman.